Mimijon bizni anaqalarga подписчиklarimizga va'da berganmiz. Sizni qaynanangiz haqlarida, katta oyi haqlarida gapirib berishingizni xohlayman-da, juda. Chunki oyimlarni men ham juda yaxshi ko'rardim, juda yaxshi eslayman. Joylar jannatda bo'lsin, o'tib ketdilar. Qizi ajoyib anaqa bo'lganlar. Aytib bering shular haqlarida bizga. Xudo rahmat qilsin. Oyimlar 92 yoshda o'tganlar. Shundan 5 yil anaqa qilmadilar. Harakatda oxirida o'tirib qoldilar. 87 yoshgacha ovqat qilganlar. Buni uncha odam ishonmaydi. 87 yoshgacha. Chunki bular dodamlar bilan yoshlari barobar bo'lgan. Dodamlar 87 yoshda o'tganlar. Ungacha o'zlari qaraganlar, o'zlari qilganlar ovqatda. Endi bu bilan faqat 100% o'zlari qilganlar, biz juda ham qaramagan biz emas. Oyimlar ovqatga juda usta bo'lganlar. Qarib qolishgandan keyin o'zlarining ovqatlarini xohlab qoldilar. Bir xil qarshi bo'lishdi. Birovniki yoqmaydigan bo'lib qoldi. Yoqmaydigan bo'lib qoldi. Keyin o'sha ular endi bilsangchi zamonga qarab bolalar oqyoqlar, yog'li go'shtlar yemay ketdi. Shunaqa. Ular o'zlarining davrlari, qo'ylar so'yib, otlar so'yib, dumbalarga qilardilar, dumbalarga ovqatlar qilib, qazi-qartalarga qiladigan, g'archa yoqib qiladigan ovqatlarni xohladilar-da. Bu yerda bizlarning qozonimiz qaynayverardi, o'zlari kichkina qozonchada 2 dona kartishkaga dumba bilan go'sht qilib, qozon kabobmi, yo yarim qozongina qilibmi, qaytma sho'rva qilardilar, g'archa go'sht qilib. İçiga bir peri chesnok solib, uni bu yoqdagilar yemaydi, o'zlari yaxshi ko'rishardi. Shunaqa qilib, uni ko'tarib kelardi, zinaga taq etib qo'yardilar, yoniga o'tirib, cho'mishda tayyorlab qo'ygan kosalarga suzib, o'zlari o'sha yerda o'tirib icha olardilar. Rossa energichniy bo'lganlar. G'ayrat juda g'ayratlar. Endi bular juda ham baquvvat edilar oyimlar. Og'ir zamonda yashashgan. Masalan, men boya aytdim, sovuq kunda kir yuvganmiz dedim. Kerak bo'lsa kolxozga chiqqanmiz, kerak bo'lsa sovuq kunlarda bozorlarga borganmiz. Ularniki bizankidan og'ir bo'lgan hayotligi. Lekin qolish kerak. Qishi kunida 80 yoshlarida hovlida bosh yuvardilar. Hovlida-ya. Hovlida bosh yuvardilar. Sochlari uzun edi. Sochlarini tarab keyin uyga kirib ketardilar. Biz unda hovliga yugurib chiqib, yugurib kirib ketadigan payt o'zi. Men ham ko'p aytganman-ku, hammomda yuvib qo'yaman desam, yo'dirdilar. Yo'qdirdilar. Shuni engashib olib, anaqa boshimdan quyib turib, quyardilar. shunga o'rganganman dirdilar-da. Hammom bo'lsa ham kirmasdilar-da. Mana shunaqa keyin 87 yoshlardan keyin qizlar, qaynsinglarim hammomlarda yuvintirib qo'yishgan. Qizlar qarashgan, lekin o'zi bo'lmasam, shunda spalnilarda hammom bor edi. Hammom bor edi, lekin anaqa o'shangacha ham kirmaganlar. Endi ovqatlar ijozda bo'lganlar. Buni hamma biladi. Hamma yegan oyimlar ovqatlarni. O'choqlarda, o'qiyoqlarga shunaqangi oshlar qilardilarki, shunda oshxonaga kirib chiqsalar, ovqatlari qaynagan bo'lardi. Sal-keyin suzib kelardilar, pishgan bo'lardi. Biz 1 soat 2 soat qaynatamiz. Yo, ularniki shunda. Voy bo'ldimi desak, bo'l, meniki qaynadi, pishdi, chanadi ishdi. Dirdilar-da. O'shanda ham shirin bo'lardi. Siz ham ovqatlarni oyimlardan o'rgangansiz-da? Oyimlardan o'rganganman. Somsalarni, murabbolarni, ovqatlarni oyimlardan o'rganganman. Endi biz yoshligimizda kelin bo'lgan, biz hammasini o'sinim bilan ovqatlarimiz bir xil, chunki oyimlardan o'rganganmiz. Bir xil ovqatinglar. Somsalarni, endi somsalarni javoblardilar. Va shu 70-80lar borib qolganlarda ham qizlar kelib qolsa, biz ham bo'lardik, somsa qilardilar. Endi shunaqa chaqqon edilar. Uni ko'rgan odam biladi, ko'rganlar ko'p. Hamma gapiradi. Mana shuni onam somsalarni tugib tashardi. Ovqatlarni yeganlar ham ko'p. Ovqatlarni yeganlar ko'p. Keyin odam ovqatsiz jo'natmas edilar. Shunaqangi somsalarni endi tugib tashardilarki, endi bundamda dasturxonchalar solinardi-ku, supralar bo'lardi, ular suprada qilganlar, hozir biz stolda qilamiz-ku. Mana shu hozirgacha somsalar qilishlarim, ovqat qilishlarim oyimga o'xshaydi. Hamma aytadi, oyingizga o'xshaysiz deyishadi. Endi bo'ldimi, taraq-turuq qilib anaqalarni qarashamiz.
juvalarni otib yuborib keyin bu yoqqa tugishga tushib ketardilar taraqlatib tugib mana dasturxonchalar to'lardi mana bular to'lardi yana tugib ketaverardilarda dashga ketaverardilar. ha ana palasaga ham tushib ketaverardilar yetmay qolsa pollaga ham tushib ketaverardilarda mana bunaqa qilib voy anaqa bu yerda tegdi narsa yo'q dasturxon tushsa ha maniki o'palasin do'palasin pishganni hech nima qilmaydi dedilar. ha hozir ulovka manaqa bo'lardi Ha. judayam shirin bo'lardi Juda chaqqon bo'lganlar, juda chaqqon bo'lganlar. judayam chaqqon bo'lganlar ishlari ko'p bo'lgan ular qiziq Sekin ishlar sekin eslab aytib beraverasiz endi Aytib bizaga. beraman, ha. Hali dodamgilarni ham aytib berasiz. Qiziq bizaga. ham ishlari ko'p bo'lgan